Assalomu alaykum. Aziz birodarlar, mana bu G'azodagi sulhdan hammamiz xabardormiz. Mana bu sulh bo'lishiga qaramay, mana bu zolim yahudiylar sulhlarida turib bermasdan, sulhlariga xiyonat qilib, mana bu mazlumlarga qarata o'q uzishyapti, bombardimon qilishyapti. Mana buni oqibatida yana ham oziq-ovqatga tanqislik kuchayib bormoqda. Ko'p birodarlar bizga yozyaptiki, sulh bo'ldi, alhamdulillah bo'ldi, o'sha yengilchilik keldimi degan xayolda bo'lib qolishyapti. Yo'q, aslo unaqa xayolda bo'lmaylar. Inshaalloh umid qilamiz, Alloh subhanahu taolo tez kunlarda yengilchilikni bersin, nusratini bersin. Lekin hozirgi kunda ham juda ham oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyoj kuchli, mazlum aka-uka, opa-singillarimiz juda ham qiynalib ko'rib turibmiz hozirgi videolardan ham. Ovqatga bo'lgan ehtiyoj oldingidan kam emas. Mana bu mazlum opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz och qolmoqda va siz u bizdan Allohning izni bilan umid qilishmoqdaki, mana bu opa-singil aka-ukalarimiz yordam berishadi degan umidda bizlarni kutishmoqda. Aziz birodarlar, alhamdulillah, oldingiga qaraganda bombardimonlar, mazlum opa-singillarimiz, aka-ukalarimizni shahid bo'lishlari kamaygandir, lekin oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyoj kamaymadi birodarlar. Sulhdan keyin ozgina suslashishlik kuzatildi. Shu sabab video qilib birodarlarga ozgina bo'lsa ham yetkazaylik degan maqsadda video olishga qaror qildik. Aziz birodarlar, bo'shashmanglar. Mana bu karmondan ortda qolmanglar. Mana bu mazlum opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz bizlarni Allohning izni bilan kutishmoqda. Qo'limizdan kelgancha duo qilaylik. Qo'limizdan kelgancha Allohning yo'lida infoq qilaylik. Qo'limizdan kelgancha infoq qilishga mablag'larimiz yo imkoniyatlarimiz bo'lmasa, mana bu videolarni tarqatishga o'z hissalarini qo'shinglar. Qanday yana maslahatlar bo'lsa, qanday bir fikringlar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib o'z fikringlarni qoldiringlar. Savolinglar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Mana bu layklar sabab mana bu videolar reykka chiqar ekan, prosmotivli ko'payar ekan. Qo'linglardan kelgancha layklar bosinglar va birodarlarga ulashinglar. Yetmagan xabari yo'q birodarlar qancha qayoqda imkoniyat bo'lsa, pul bersam o'sha G'azoga yetib borsa deb qidirib yurgan birodarlarimiz ko'p. Mana shunaqa birodarlarga yetishligiga sababchi bo'linglar. Yana qaytarib o'taman, mana bu karvonlarimiz davom etyapti. Kim mana bu karvonga qo'shilishlikni istasa, Muhsin Xayriya fondi orqali o'z yordaminglarni yetkazsanglar bo'ladi. Alloh barchalardan rozi bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo mana bu videolarni ulashayotgan bo'lsin, duo qilayotgan bo'lsin, qo'lidan kelgancha moli bilan yordam berayotgan birodarlar bo'lsin. Barchalardan Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.